50-yillarda bir nemis olimi eksperiment qildi-da. U 3 ta stakanga suv to'ldirib, ichiga anu oq sichqonlardan solib qo'yibdi. Keyin qarab turibdi. 15 minut o'tar o'tmas anu sichqonlar bir chekkadan pitir qilib suvga cho'kib ketdi. Keyin u olim yana boshqatdan o'sha 3 ta stakanga yana oq sichqonlarni solib qarab turibdi-da, anu sichqonlar endi cho'ki deyotganda shartta olib uchalasini korobkaga solib qo'ydi. Sichqonlar qurinib, o'ziga kelgandan keyin, sal kuchga to'lgandan keyin yana olib ularni yana o'sha stakanga suvga soldi. Endi bunisida sichqonlar 15 minut emas, 60 soat suv ustida yallab turgan ekanda. Nimagaki olim ularga ozgina umid uyg'otib qo'ygan ekanda. Sichqonlar hozir ozgina chidab tursam, meni qutqarib oladi degan umid bilan 60 soat turgan ekan suvda. Umidsizlik faqat shaytonga xos degan gap bekorga emas ekanda.